Aziz mehmonlar, mana ko'tarinki kayfiyatda yaxshi niyatlar bilan bugungi ko'rsatuvni boshladik. Demak, efirda xushvaqt. Bugungi xushvaqtimizni qadrdonimiz, elga, millatga qadrdon shoirimiz Mirzo Karim ijodiga bag'ishladik. Allaqachon xabaringiz bor. Muhabbatning birinchisi yondiradi bilan boshladik. Xush kelibsiz. Muhabbat go'zal tuyg'u. Menimcha she'riyatni doyasi ham muhabbat bo'lsa kerak, har qanday ko'rinishda. Mirzo Karim. Albatta, avvalambor assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, qadrdon muxlislar, albatta hayajondaman. Bu juda ham katta men uchun bir e'tirof, e'tibor. Mana shunday bir nufuzli bir ko'rsatuvlarda qahramon bo'lib o'tirishlik nasib qilganidan shukronalar aytaman. Men muhabbat, hamma narsa muhabbatdan boshlanadi, mehrdan boshlanadi. Mehr muhabbatdan boshlanadi. Ayniqsa u chin muhabbat bo'lsa, muhabbat vatanga, ota-onaga muhabbat, do'stga mehr muhabbat, oqibat, hammasi bular bir-biriga uzuv bog'liq. Qaysi biridir ildiz, qaysi biridir yaproq. Shoir haqida gap ketganda juda o'xshatishlar ko'p. Kimdir aytadiki, haligi Tangrining erkatoylari, yoki kimdir aytadi shamolda sham ko'tarib ketayotgan kimsa, yoki baxt bilan baxtsizlik o'rtasidagi darvish va hokazo o'xshatishlar ko'p. Shoirlikni siz nima deb ifoda qilib bergan bo'lardingiz? O'zingizni bir tashbihmi, o'xshatishlaringizda shoirlik? Endi shoirlik kasallik deb bilaman men. Sababi qachondir yozmay qo'yaman, qachondir odamlarga o'xshab yashayman deb o'ylaganman. Ba'zilar shunaqa yoshligimda she'r yozardim desa, qanday tashlagansiz shu she'r yozishda deyman. Va o'sha bir necha marotaba shunga harakat qilganman. Boshqa o'zimning ishlarim, mana kasbiy ishlarim, aytaylik dorishunoslik yoki dorixonada ishlash, lekin har doim qiynalganman, uddasidan chiqa olmaganman. Ko'p o'sha tadbirlarda, shunaqa uchrashuvlarda aytaman, haligi avtomobilni saqlang degan kino bor-ku, endi bo'ldi, o'g'irlik qilmayman deydi. O'sha bosh kiyimiga qo'lqoplarni soladi, kaltlar solib anhorga otib yuboradi, keyin qutuldim, hammasidan xuddi o'shanga o'xshataman, qutuldim deb shunday qarasa, o'sha orzusidagi o'g'irlayman degan 49 mot mashina chiqib turadi. Har doim o'zim shunga o'xshataman. Bo'ldi, endi yozmayman. Bo'ldi, endi mana bir tijorat bilan shug'ullanaman, mana o'zim kasbimda ishlayman desam, yana mana shu 49 modga duch kelib qolaman. Chiqib qolaman. Salomat bo'ling. Oshingiz olchi bo'lsin. Xohlaganingiz doim yo'lingizda chiqsin. Endi qiziqda, mana masalan, biz hamma ijodimiz o'zimizga yoqavermaydi. O'zimizga ko'p ham yoqmaymiz ba'zida ijodkorlar. Endi bilmadim, o'zingiz voz kechishni xohlagan bir she'rlaringiz bo'lganmi? Bo'ldi she'r deb shunday bir bo'lgani? Yo'q. Bo'ladi. Ko'pincha o'sha she'r men yozmayman, men she'r yozdirishadi-da, o'sha hayollarim, o'sha bir ichki dunyom, bir qandaydir bir menda men borga o'xshaydi, to'g'risi. Chunki o'sha orangizda onam bo'lsa edi, qo'shig'ini ko'p o'ylayman. Keyin ko'p qo'shiqlar ijro bo'lganda, xalqimizga sevimli bo'lganda, shuni men yozganmanmi deb qaysi bir Mirzo Karim yozgan deyman, lekin o'sha men ekanligimni unutib ham qo'yaman juda ham ko'pincha. Hatto o'sha bir vatan haqida bir Qashqadaryoga borganimizda tadbirda bir kishi o'sha yerda Qashqadaryolik yigit ekan, chiqib vatan haqida shunaqangi zo'r qo'shiq aytdi, hamma xursand bo'ldi. Men ham qoyil deb nima qilsam, kelib ustoz sizni qalamingizga mansub edi deyapti. O'sha qo'shiq meniki ekanligi. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Endi qo'shiqlaringiz, aniqrog'i she'rlaringiz juda ko'p. Kuyga solingan, ijrochilar kuylab mana shu kabi xalq mehriga sazovor bo'lgan, jumladan bir nechta so'zlaringiz bilan Dilshod Rahmonov ham kuylaganlar, bugun davraga tashrif buyurganlar. Kim bilar jim